Mashg'ulot paytida Cristiano Ronaldo hazillashib, Pepening boshiga suv quyadi. Kulgu, do'stlik, hurmat hammasi samimiy edi. Lekin keyingi o'yinda bir irlandiyalik futbolchi Cristiano Ronaldoga qo'l ko'tardi va Pepe buni shunchaki tomosha qilib turadiganlardan emas edi. To'p har safar unga kelganida u ichida javob zarbasini kutardi va nihoyat u raqibiga keskin javob qaytardi, hurmatni eslatib qo'yish uchun. Chunki Pepe uchun Ronaldo shunchaki jamoadosh emas. Hatto Dani Alves ham Ronaldoga qo'pol o'ynaganida Pepe bunga javobsiz qolmadi. U yanada qat'iyroq javob berdi. Chunki uning nazarida Cristiano Ronaldo bu nafaqat do'st, balki aka-uka kabi yaqin inson. Portugal nasional tim mag'lub bo'lgan paytda Pepe ko'z yoshlarini yashira olmadi. O'sha lahzada Cristiano Ronaldo uning yonida turib dalda berdi. Ammo g'alaba kunlarida ham ular birga. Pepe do'stini bag'riga bosib, yana bir